Maftunkor O'zbekiston dasturi ijodiy guruhining Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi O'gamchotqol davlat milliy tabiat bog'i hududi bo'ylab amalga oshirgan ekspeditsiyasi davom etadi. Daryo yoqalab, ayrim joylarda suv oqimi kichik ko'chalarni hosil qilgan. Ba'zilarda esa kichik orolchalar yuzaga kelgan. Ona tabiat daryo o'zanini o'zgartirishi orqali yangi shakllar yaratib kelmoqda. Bu jarayon tog' vodiylarining geologik qiyofasini ham doimo yangilab turadi. Ajoyib, ha? Qarang, Beshtoshga keldik. Bu yerga kelgan inson xohlagancha bu narsani qiyoslashi mumkin. Xohlasangiz yurakchani mana bunday shakli yoki bo'lmasa mo'ylovcha, durbin, tabiatda ajoyib yaratadi. Bu tosh shakli uzoq yillar shamol, yomg'ir va eroziya ta'sirida hosil bo'lgan. Oldindagi hamrohlarimiz bu yerni payqamay o'tib ketishibdi. Hozir esa qaytib keldi. Ammo yo'lning torligi sababli mashinani ortga burib olish oson kechmayapti. O'zingiz guvoh bo'layotganingizdek, tog' yo'lida har bir harakat ehtiyotkorlikni talab qiladi. Kichik xatolik ham qimmatga tushishi mumkin. Bir amallab ortga burildik. Hozir tekish hududidamiz. Jasur aka, keldingizmi? Ha, chiqib oldim. Qarang. Bir tabiatni ajoyib bir mo'jizasini oldira turibmiz-da. Mana shu tog'lardan yumalab tushgan ulkan xarsang toshni tepasidan butun boshli bir archa o'sib chiqqan. Bu toshmi, bu tog'mi bu? Yaxlit tosh ekan-a? Keyin qarang, archalar o'zi ostiga ma'lum miqdorda suv ham yig'adi. Endi buni shunday toshni ustidan o'sib chiqib, yana o'sish ham tugul g'ij-g'ij hosilga to'lganini qarang, urug'larni. Endi bu hozir toshni yorib yergacha tomiri borganda qarang. Bu tomonda mana bu yerda yorug' ham bor ekan. Balkim shuni ham yorib olgan bo'lishi mumkin-da. Keyin undan tashqari mana bu yerda ko'rsangiz, ildizlar o'zi parchalab tashlagan toshni mana. Mana bu yerlar qarang. Parchalab tashlagan. Keyin bu yerlar kamida bir 1000 yillardan ortiq bo'lsa kerak, yoshi balki undan ham ko'pdir. Ustini tuproq qoplagandan keyin hamma joyda o't o'lan, butali daraxtlar bor. Mana nomi Jasur aka mashinadan haydayotgan vaqtida o'zi orqangizdan bir kamida bir 4-5 qarit joy bor edi. Nega undan ana qildingiz? Mana olmadingiz. Mana hozir men pastga tushyapman, ko'rib tushyapman-da. Agar men mana shu turishga tepaga qarab chiqsam, orqa bilan qanaqa bo'ladi? Qo'rqasiz, to'g'rimi? Yonimda daryo ko'rib turibdi-da, mana shuncha joy yon oynadan ko'rinib turibdi. O'sha rostdan ham meni ham tog', ham shag'alga balon ketib qolishi mumkin. O'sha uchun rostdan ham odamda bir ehtiyotkorlik 10 barobar oshadi o'sha uchun. Mana shunaqa tog'li hududlarda bitta mana shu mashina sig'adigan joyda mana shunaqa ro'para kelib qolish eng xavfli. Har bitta qadamingizda hayotingizni o'ylaysiz, qayerga sinib ketish mumkin deydi. Yo'lda davom etar ekanmiz, oqqayin daraxtlari o'sgan hududga yetib keldik. Bu hech qanaqa Alyaska yoki Amazonka o'rmonzorlari emas. Oddiygina Toshkentning biqinidagi Bo'stonliq tumanining tekish maydoni bo'ladi. Oilaviy kelib, miriqib dam olish uchun eng zo'r joylar mana shu bo'lsa kerak. Biz bu daraxtlar qo'lda ekilgan bo'lsa kerak deb o'ylagandik. Ammo ular mazkur hududlarda tabiiy ravishda o'sar ekan. Hozirgi ko'rinib turgan holatimizdan oldin
Tekach hududidagi Oqqayin o'rmoni bo'lgan bu. Aygayin daryosi o'zanini o'zgartirib, o'rmonzori ichiga kirib kelganligi uchun bugungi hozirgi holatga kelib qolgan. Daraxtlar qurishi, suv miqdori ko'pligi shu ko'rinishga kelib qolgan. Yozning issiq kunlarida uning oppoq tanasiga qo'lingizni tekkizsangiz, muzdaylikni his etasiz. Jazirama oftobda ham u sovuqligini saqlab qoladi. Bilamizki, oq rang quyosh nurini yutmaydi. Aksincha, qaytarib yuboradi. Demak, tabiat oq qayinga oq rangni nafaqat go'zallik uchun, balki himoyalanish uchun ham in'om etgan. Shuningdek, uning po'stlog'i ham eman yoki qarag'ayniki kabi qalin emas. O'zi esa mana shunday joylardagi salqin havoni xush ko'radi. Bu hududda oq qayindan tashqari yana bir qator noyob daraxt turlari ham uchraydi. Ana shulardan biri O'rta Osiyo noki. Bu daraxt tuproqni mustahkamlab, yomg'ir suvlarini ushlab turadi. Hamma joyda ham bo'lmaydi. Bu aslan bu bizning hududda bo'ladi. Nihoyat kam uchraydi bu narsa. Shu uchun qiziq hisobga kiritilgan bular. Sayyohlar uchun yana bir qiziq ma'lumot. Hududda turli gul giyohlar ko'p bo'lganligi uchun bu yerning asali o'ziga xos ta'm va shifobaxshlik xususiyatiga ega. Assalomu alaykum amaki. Alaykum assalom. Hormang. Salomat bo'ling. Hozir tutun bilan nima qilyapsiz endi bularni? Arini chetga haydayapman. Pastga ketadi-da. Shunaqa ramkalar. Endi buni 6 ta 7 ta qoldirib, qolganini olish kerak, tozalab tashlash kerak. Qolgani endi 1 kilo chiqadimi, 2 kilo chiqadimi, 3 kilo chiqadimi? Ramkani tozalab qo'yish kerak. 6 ta 7 ta o'ziga qishga qolish kerak. Gullar qanday endi buni har yilgiga nisbatan? Har yilga qaraganda bir kam bo'ldi. Issiq bo'ldi-da tez qurib ketdi. Pechat, mana tagidagi открытие asallar. Ha, to'lgandan keyin yopib qo'yganda buni. Buni ko'proq ekan-a? Eskiroq ekan. Mana bu bolasi, mana bu bolalar, mana bu pechat. O ichidagi oq bor, uni hali yopilmagan, pishmagan bola. Hali chaqaloq. Bular qancha vaqtda bir shunaqa bolalib chiqadi yangisi? Erta 15 fevraldan o'zi sekin-sekin tuxum qo'yishni boshladi. To sezon tugaguncha mana hozirgacha. Qarisi o'lib ketaveradi, yoshi chiqib ishlab ketaveradi. Bitta ari shunda qancha vaqt yashaydi? O'zi рабочий ori 22 kun yashaydi. Sezon paytida. Qishda to 90 kungacha, 110 kungacha ham yashaydi. Qishda umri uzoq bo'lgani harakat yo'q-da, ish yo'q. Dalaga qancha uchsa, shuncha umri qisqa bo'ladi. Bu o'zini erta bahorga chiqishi uchun bir-birini ta'minlab beradi. Ular bahorga chiqqandan keyin, yangi tuxumlar chiqqandan keyin qarisi o'lib ketaveradi. Yosh ishlab ketaveradi. Tolib bobo asalni yig'ib olgach, ularning omborxonasiga kirdik. Barcha yig'ilgan asallar ana shu yerda saqlanar ekan. Bu asal oladigan qurilma. Tortadan solinadi, aylantiradi. Mana bo'ldikmi? Endi faqat buni mana shu pechatlarini kesib, qirib olib, keyin mana shu nimaga solinadi. Qo'lda aylantirgandan keyin asal chiqaveradi. Endi qancha o'sha tez aylangandan keyin asal otilib chiqib ketadi-da. Otilib chiqib ketadi. Pastga oqib, bu yoqdan siz sizdirib olasiz. Keyin bu mana bunda to'planadi, keyin parak tekkandan keyin ochamiz, bir flak o'sha normal chiqadi. Asal arichi boboning aytishicha, bu jarayonda haroratni to'g'ri saqlash muhim. Chunki ortiqcha issiqlikda asal o'zining tabiiy fermentlari va
shifobaxshlik xususiyatlarini yo'qotishi mumkin ekan. Bularda endi boshqalar kirib ketmasligi uchun kechqurun chiqarasizmi yo? Ha, hozir asalni hidini chiqarsangiz, ari bosib kelaveradi. Chalg'iydi boshqa. Mana bu o'ynalar, anu eshiklar to'lib ketadi. Endi yoz paytida u narsalar kerak emas. Yoz paytida arini o'zi kelmaydi. Dala bilan avora bo'ladi. Hozir dalani o'zida ham to'xtab qolgan yo'q-da. Dalada ham asal yo'q. Hamma yoq quruq bo'lib ketdi. Lekin boshqa yillar bo'lardi, avgustda ham bizlar ko'chada ham o'laverardik. Hozir bu asalli ramkani olganni olib borib u yoqqa tiqsangiz, urush bo'lib ketadi. Ichida? Ha, ichida, vobshim chiqib ketadi arinamiz. Mana shu yerda to'planaveradi. Qayerda asal to'ka qidiradi keyin. Murodjon aka, mana bu qozondagi narsa nima edi bu? Bu suv ozgina tuz tashagan. Ha? Ari tuz talab qiladi dedi. Har qayerda tuz qidirmash uchun mana shuni qo'yib qo'yamiz. Bu poplavok bu. Cho'kib ketmas uchun. Ha, arilar cho'kib ketmasligi uchun. Ha, poplavokni ustidan oladi. Pskomdagi bunday hududlar ekoturizmni yo'lga qo'yish uchun juda mos. Sayyohlar asal olish jarayonida qatnashib, mahalliy mehnat madaniyatini yaqindan kuzatishi, tabiat qo'ynidagi hayotni his qilishi mumkin. Hasanboy aka, mana qora narsalar nimasi endi bu arini? Bu qora narsa arini mumi. Aha. Bu ishlab o'zi charchagan. Buni faqat mana shu nimani ichiga olib, ichiga qo'yiladi-da, mana o'ynadan issiq yaxshi o'tadi. Katta harorat bo'ladi, keyin erib, tozasi pastga oqadi. Pastga oqqandan keyin u pastdan toza mum olinadi. Men buni to'plaganim bitta qopga solib olib borib beraman. Bolalar shu qaysidir laboratoriyaga olib borib beradi. Laboratoriyada buni yana nimadir sepadimi yo mana shuni o'zini biror narsa qiladimi? Qurt paydo bo'ladi, qurtdan kapalak paydo bo'ladi. Kapalakni keyin dalaga uchirib yuboradi deydi. U zararli pashshalarni yer ekan. Mana bu narsa shifobaxsh bo'ladi ekan. Nima edi bu? Buni propolis deydi. Aha. Bu mana shu arini har bir ramkasini tepasida bo'ladi. Bu mana shu narsa. Saqchi ekanda bu, ha? Mana shu chetdagi narsalar. Bu bilan keyin og'zini ham yopadi. Ha. Mana bu eshiklarini, ha. Qishda yopish uchun, shamol kirmasligi uchun. Dori tayyorlaydi, lekin tish og'risa ozgina sindirib shu tishning nimasiga qo'ysa ham tishni ham og'rig'ini to'xtatadi. Biron joyingizga biron yara-para chiqsa, chaqa bo'lsa, biron nima bo'lsa, shunga shu ozginasini olib mamdo qilib yopib, sal qamalaq qilib, mana shuncha qilib, shu yarani ustiga qo'yib bo'ylab qo'ysa ham gazagini oladi, infeksiyani tozalaydi. Navbatdagi manzilimiz Maydontol 2. Arxeologik yodgorligidagi tarixiy zindonning o'rni. Bu maydon nomi qirg'izcha Sarjayiq. Sarjayiq katta tekislik degan ma'noni bilan. Bu zindonni arxeologlar tomonidan bularni o'rganish ishlarini olib borganda, kovlaganda buni 19-asrdagi askarlarni qurol yarolari, kamoni, qilichi, qalqonlari, shu narsalar hammasi chiqqan. U xalq Yevropatligi mansub deb shu arxeologlardan ma'lumotlar olganmiz. Oldin bu yerda o'zi Buyuk Ipak yo'li mana shundan savdo bo'lgan ekan. Xitoyga asosan karvonsaroylar mana shu hududdan, mana shundan o'tgan deb eshitganimiz. Buyuk Ipak yo'li shundanki, boshqa cho'l zona bo'lsa ham, tog' zona bo'lsa ham faqat suvni bo'yidan yurganda, buni ham hozir ehtimolligi juda baland. Mana shu joyda suv bor hozir. Daryo bor. Borish Xitoygacha tog'li joy bo'lsa, mana shu hozir qancha yurgan bo'lsak, 6 soat yurgan bo'lsak, 6 soatdan beri suv bo'yida yuryapmiz. To'g'ri. Demak, bu yerda hayot bo'lgan. nishonlari bo'lgan o'sha paytda. Buyuk Ipak yo'li o'tgan bu hududlar azaldan tarixiy ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Shu bois ko'plab qadimiy maskanlar, madaniy izlar uchraydi. Ammo mahalliy ajdodlarimiz turmush tarziga xos bo'lmagan asor-u atiqalar qoldiqlarining topilishi hudud tarixiga yangi va sirli bir sahifa qo'shdi. Yo'lda davom etdik.
Hamrohlarimiz bizni Pskom daryosining boshlanish joyiga olib kelishdi. Maydontol daryosi bu Qozog'istondan keladi bu daryo. To'g'ridan kelgani Aygeng daryosi, chap tomondagi daryomiz Cherolma, ya'ni Qirg'iziston tarafdan keladi. Lekin bitta daryomiz faqat Qozog'iston hududidan keladi. Mana shu Maydontol. Aygeng daryosini suvi ko'proq, ikkinchi bu Maydontol. Pskom daryosi bu yoqdan Choroq suv omborgacha boriladi bu yoqdan. Bu tog' bag'rida muzliklar orasida paydo bo'ladigan soylarning bir nuqtada qo'shilib, katta daryo hosil qila boshlaydigan ajoyib manzarasi edi. Yo'limizda bu yerda umr guzuronlik qilayotgan yoshi eng ulug' insonning xonadonida to'xtadik. Men 57-yili abiyani tugatib kelganman bu yoqqa. Kim bilan kelgansiz? Men ota-onam bilan kelganman. Apam bu yerda ishlar pochcha bilan. Bu yerda nima ish bo'lgan o'sha paytda? Gidrometeorologiya stansiyasida turib ishlar. 36-yildan bu stansiya ishlaydi. Qattiq ocharchilik bo'lganda meni ota-onam Pavojdan kelgan. Yoqda juda qattiq ocharchilik bo'lgan. Da, kim Qozog'istonga, kim Qirg'izistonga, kim mana shu odamlar kelgan. Bir xillari aravada, bir xillari otda shunda kelgan bu yoqqa. Ko'pni ko'rgan, hayot tajribasi boy bobo bizga hudud tabiati va odamlar hayotiga oid qiziqarli voqealarni hikoya qilib berdi. Kelishdi, здравствуй deb. Mehmonlar. Ha, mana aytamiz здравствуй. Заходите чай пить. Зашли чай пить. Один чай попил, выходит. Второй, который сидит за столом, говорит: "Bu yerda arqon bor. Arqonni xurjunga solib qo'y." Hamma qirg'izlar aytdim, "Bu yerda egarda bor, egarni ham xurjunga solib ketinglar." Shunday bo'lgan. Ha, bu sizda rus millatiga mansub deyilgan. Ha. Bojo, endi siz necha yoshsiz endi nasib bo'lsa? 91 ga ketadi. 91 ga. Dekabrda 91 bo'ldi. Bir duo qilsangiz, bir yo'limiz davom etsak. Ilohim tinchlik bo'lsin, omonchilik bo'lsin, xursandchilik bo'lsin, bola chaqa omon bo'lsin. Boboning hikoyalaridan mutassir bo'lib, duolarni olib yo'limizda davom etdik. Pskom daryosiga Maydontol qo'shildi, Chirolma qo'shildi, keyin yoqdan Aygeng daryosi qo'shildi. Hammasida suv ko'p edi-da, lekin hozir mana bu joyda ko'rib turibmiz Pskom daryosini. O'shalarda biriga ham teng kelmayapti. Nimaga bunday holat bo'lyapti endi? Bu tepa hududlar yuksekliklar ancha baland. Mana shu tog'ni tirik teshigiga bu suvni navinasi etargan suvlar kirib, mana shu o'zimizdagi pastdagi buloqlar hosil bo'lish kerak menimcha, men o'ylashim bo'yicha. Undan keyin mana qo'shni davlatimiz Qirg'iziston va qo'shni davlatimiz Qozog'istonlarga ham bu tog'lar oralab o'tib ketadi-da. Bo'lmasa suv sathi kamaymasligi kerak edi. Shu hozir ko'rib turgan tepada ko'rgan daryolarimiz, bu guvoh bo'lgan daryolarimizni yarmi ham bu yoqqa yetib kelayotgani yo'q. Tog'larni qariga kirgan suvlarini filtr qilib, toza suv, rangi tiniq suv holatida chiqadi buloqlarimiz. Daryoga. Daryoga emas, qattiq suv bo'lsa shu suvga tushadi-da. Hamrohlarimiz Hasanboy aka va Jo'rabek aka bizda sizlar uchun qiziqarli bo'lgan bir joy bor deya ish jarayonlari bilan tanishishga taklif qilar ekan, fotoqopqon o'rnatgan joyimizda to'xtab o'taylik. Mukofotiga uning yonida chiroyli sharshara ham bor. Agar omadimiz kelsa, jonivorlarni ham uchratishimiz mumkin deyishdi. Ularning taklifiga rozi bo'lib, ortlaridan ergashdik. Bu kirish nimasi? Bu qarang. Mana bu shu tochkaga kiramiz. Enter bosamiz. Bu yerdagi 08.
08. 308 metr. 08, mana 308 metr ekan. Start beramiz. Mana o'zi kompas ko'rsatadi. Mana bunda chiqib borasizlar, shu 1-2 metr borganda o'zi signal beriladi. Bu aytadi. Ha, signal. Mana shu to'g'rimizda ikkita qoya toshning orasida bir sharshara bor ekan, lekin pastdan ko'rinmaydi. Nima deyapti? Mana fotokopqonimizga yo'l ko'rsatyapti. 294 metr qolganini ko'rsatyapti. Tikkalik ancha baland. Har qadamda nafas qisiladi. Eng qiynalgan kishi Sherali aka bo'ldi. Aslida xafa keyingi safar tog' deydigan bo'lsa chiqmayman aka. Xafa bo'lish yo'q. Charchadim, shit bo'ldi. Qarang, men sizga bitta yordam qilaman. Mana. Ayyo, kerak yo'q, battar qiladi u. Bu holatni sezgan So'zamol va hazilkash Jo'rabek aka yo'l bo'ylab turli hazil mutoyibalari bilan Sherali akani chalg'itib, sekin asta yuqoriga yetaklab chiqmoqda. Kasbga sadoqat xizmatda namoyon bo'lur deydi. Ha. Mana qarang, mana hash-pash deguncha qancha yurib qo'ydingiz, ko'rdingizmi? Hozir hazillashmasangiz siz chiqmaysiz. Hash-pash deguncha o'zi tamomman bo'ldim-da. Tamomman bo'ldi odam. Dumboqligini qarang. Piskom tog' piyozlari. Bu yerda populyatsiyasi juda ham ko'p ekan, tarqalishi. Har joyimizda o'zi uchrayapti. Ushbu piyozlar faqatgina mana shu piskomda o'zida o'sadi, boshqa joylarda o'smaydi. Mana shunday suvsiz joylarda o'sadi. Taxminan bir 10 metrcha yurganimizdan so'ng o'z mana shu qiyin joylar tugaydi. Ko'rsatyapman qanchalik qiynalib yurishingizni aka. Mana GPSimiz 3 metr qolganini ko'rsatyapti. Bu tomonda ko'rsatyapti. Hozir unda chiqib topamiz uni. Nihoyat fotoqopqon o'rnatilgan joyga yetib keldik. Bu yerdan o'tayotgan mana suvga kelayotgan hayvonlar o'tadigan yo'lga ko'proq yo'lak qo'yiladi. Nega aynan mana shu joyni tanlagansiz? Chunki bu yerda qoyalar ko'p ekan-ku. Daryo suvi ancha uzoq bo'lganligi uchun mana bu yerga kelib sharshara suvdan ichishadi. Pastga tushib chiqmaydi-da, yaqinroq joyda sharshara suvdan. Demak, mana shu yo'lakdan ko'proq harakat bo'ladi hayvonlarniki. Shundan ham mana shu joy tanlanib qo'yilgan. Ko'rsak bo'ladi nimalar tushgan. Fotoqopqonda olingan suratlar va videolarni ko'rdik. Natijalar haqiqatdan ham hayratlanarli. Bu hayvonlar odatda odam ko'zidan nihoyatda yashirin hayot kechiradi. Fotoqopqondan tasvirlarni olib, sharshara tomon yo'l oldik. O, mana o'sha tog'lar bag'ridagi yashirin sharsharaga ham yetib keldik. Bu go'zalligini qarang. Tabiatning samimiy nafasi go'yo baland jarlar orasida osmon bilan yerni bog'lab turganday hissiyot uyg'otadi. Balandligi 25 metr. Hozir suv ancha kamayib qopti, yoz isib kelganligi tufayli. Bahor, may, iyun oylarida juda ham ko'p, juda ham jo'shqin bo'lib oqadi. Hattoki pastdan katta yo'l yoqasidan ham ko'rinadi. Sharsharaning tepasida buloq joylashgan. Buloqdan chiqib, ko'rganingizdek 25 metr balandligidan oqib, pastga qarab yuzalib ketadi.
Sharsharamiz hozir bir 20 metr pastga yo'nalib turib, shag'al yer ostiga yana kirib ketadi. Bu yerda Piskom tog' piyozi juda ko'p ekan. Tik va toshli muhit uning o'sishi uchun eng qulay sharoit hisoblanadi. Tog' piyozining bargi va piyozchalari tabiiy vitaminlar va efir moylariga boy bo'lib, salomatlik uchun ham juda foydali. Hozir buni guldan chiqib urug' tugish jarayoni. Bu singori tanasi ham sarg'ayib, urug'lar chochilib shamolda boshqa joylardan unib chiqadi. O'ta qattiq shamollashlarga buni ovqatga solib iste'mol qilinadi. Bahor oylarida buni yong barglaridan ovqat galutsiyalar qilinadi. Bundan chiqqan mana bunaqa yog'i shamollagan joylarga surtiladi. Ko'proq og'riq bergan joylarga surtiladi. Shifo baxshligi shunda buni. Buni pishgan vaqtda urug' qismini olib boshqa hovlilarga olib borib sepsangiz ham chiqadi, lekin tabiiy holatda mana bu tog'da ko'karganligi uchun u 1 yildan keyin o'zi qurib yo'q bo'lib ketadi. Mana shundan ham baland qoyalarda, ko'rganingizdek tepalarda, mana bu shag'al toshli joylarda shunga moslashgan tog' piyozi. Piskom piyozi boshqa piyozlardan farqi bu shu dengiz sathidan ko'proq 1800 dan 2000 gacha bo'lgan joylarda o'sadi. Agar bu urug'ni olib borib sepganingizda ko'karmasligi ham shunda. Bu toza havoni, toza tabiatda bo'lmasa shu mashdagi iqlimni yaxshi ko'rganligi uchun betda ko'payadi tabiiy holatda. Bu yerdagi har bir giyoh shifo baxsh. Ayrimi nafas yo'llari uchun foydali bo'lsa, boshqasi terini tozalaydi. Yana biri esa tinimsiz harakatdagi odam organizmiga kuch-quvvat baxsh etadi. Yomon shag'al ekan bu aka. Pastga tushdik. Tik yo'lni orqada qoldirganimizda go'yo yelkamizdan og'ir yuk tushgandek yengil nafas oldik. Safarimiz qaridi. Hamrohlarimiz bilan xayrlashib, bir olam ta'ssurot bilan poytaxtga qarab yo'l oldik. Aziz tomoshabinlar, taklifimiz, agar fursat topsangiz, siz ham bu go'zal maskanlarni kelib ko'ring. Aslo afsuslanmaysiz.